ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadislar o'quvimizni davom etamiz. Hamida bizning 1004 hadis. İnne fi saqifin kezzaban ve mubiran. Yani hadis nasıl sözler turna şundaqda Saqif qavmında yalğançı bulacak ham halak etişi bulacak. ورد من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق وعبد الله بن عمر وسلامة بنت حر الجعفية. Yani bu hadis haber itilə birinci Əsmə, yani Abu Bakr'ın kızı Əsmədən. Şulayıq Umar ibn Xattab'ın oğlundan Abdullah ibn Umar'dan. Ve şulayıq Selama binti al-Hurri Cuhfiye'den. Fəğən Əsməyi ənəhə qalət lil Haccac. Bir vakit Abu Bakr Siddiq'nin kızı Haccac'a bu ayda ayta. Kim ol Haccac? Haccac o ummiyin Umay vakitinde yani namestnik, yani bir jirge koygan patşanın bir idareçisi, yani patşa koygan bir şehirge mi, yani bir ülkege idareçi Haccac ibn Yusuf. Şunda Asma Abu Bakr'ın kızı Haccac'a ayta. Ama yani bu hadis sonunda ama inna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haddesena. Bizga de Allah'ın elçisi şunday hadis aytdi dey. Şular deb söyledi. İnne fi saqifin kezzaban ve mubiran. Şundaqda Saqif qavmında aldaqçı, yalğançı ham halak etişi bulacak. Qalat ham Asma Abu Bakr'ın kızı radıyallahu anha haber devam ete. فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَقَدْ رَأَيْنَاهُ. Şundaqda aldaqçını indi biz bu qavmdan çıqqan aldaqçını gördük dey. فَقَدْ رَأَيْنَاهُ وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا إِيَّهُ. Lakin halak etişiga kelganda men onu sen deb o'ylayman dey. Haccac ibn Yusufqa yani şu idareçiga ayta, lakin halak etişi men onu sen deb o'ylayman dey. Şeyh ayta hazal hadis haqqun ve huve min mu'cizatin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis haqliq. Ham bu peygamberimizning mu'jizasi. Çünkü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem indi bu halni bilgancha ular oldidan şu halning bulasini ayta. Li'annal Haccac Necik? Nega? Wi-Fi tamam. طيب. لأن حجاج لأن الحجاج جاء بعده في عهد بني أمية. يعني اتكلمش حجاج ابن يوسف قيس وقت كلا Bani Umay vakitinde, Bani Umay kavmi idare etkende. Ve huve seffakul liddima. Hem Haccac ibn Yusuf bir katı kan tuguşu bile. Qatala 120,000 minel muslimin. Ve minhum Sa'id ibn Cübeyr. Haccac ibn Yusuf 120,000 Müslümanlarını ötüre. 120,000 bu qaysi vakitte bular? Bu sahabeler tabiğinler vaktinde bular. Sahabeler tabiğinler vaktinde bular. Şuna göre bugün biz nindidir yok bar neslige de yani turmuşumuzga riza bulmuşa, yani özümüzün patşalarımızdan, özümüzün hakimlik prezidentlarımızdan, başkalardan hakimlik yerlerinden ezgine nindir naşarlık, günahlar kursak degen zarlana başlayız. Türlü zabastovkalar aşığabız. Elle nesneler işleybiz. Turmuşumuz bilen riza tugel. Haccac ibn Yusuf bilen şağıştırganda bugünkü patşalar, bugünkü günde bulan idareler Allah'ın şağıştırılık tugel. Allah'ın şağıştırılık tugel.
Hajjaj ibn Yusuf 120 ming musulmonni o'tira. 200 sahabani o'tira. 200 sahabani o'tira. Kimlar ular sahabalar? Sahabalar bu yer ustida yashagan payg'ambarlardan so'ng eng yaxshi, eng xayrli kishilar. Eng yaxshi, eng xayrli kishilar sahabalardan so'ng boshqa xayrli kishi yo'q. Ular darajasida yetarli. Shunga ko'ra Hajjaj ibn Yusuf 200 sahabani o'tira. Ham o'tira kimni? Birinchidan o'tira nega Asma Abu Bakrning qizi ayta, sindi qaminda shu qavmda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan qavmda kelgan halak etishi men ana sin deb o'ylayman deydi. Shunday Hajjaj Abu Bakrning onig'in Asmaning maloyin o'tira. Asmaning maloyin o'tira. U qayda bo'la? U Makkada idora etishi bo'la. Xoqliq uni qo'ygan idora etishi bo'la. Hajjaj ibn Yusuf kelib, yovlab olib, uni ilib qo'ya, ya'ni stinaga taxtaga qodoqlab ilib qo'yalar o'tirgandan so'ng. Abu Bakrning maloyin. Ham shuni ilib qo'ygandan so'ng necha yillar bo'yi ularni tushirmay. Shunda ilinib turadi, ko'mirga da ruxsat bermay. Hatto Asma Abu Bakrning qizi Hajjaj ibn Yusuf yonina kelib aytdi, "Suriy ko'mirga ruxsat etdi." Ko'mirga ruxsat etdi, Hajjaj ibn Yusuf ko'mirga ruxsat etmay. Ko'mirga ruxsat etmay, ham subhanalloh kela Hajjaj ular oldindan Asma yonina kela. Asma yonina kelib, ondan g'afu so'ray. Lekin Asma bint Abu Bakr uni g'afu eta olmay. Uni g'afu eta olmay. Shulay kela mana bunda shayx aytgancha, shulay Hajjaj ibn Yusuf Sa'id ibn Jubayrni o'tira. Kim u Sa'id ibn Jubayr? Bilgili bir tabi'in. Tabi'inlarning bir g'olimi bo'lar. Tabi'inlar orasida bo'lgan g'olimni Qur'on tafsirining g'olimi kela Sa'id ibn Jubayr Abdullah ibn Abbasga 3 topqir tafsirni o'qiy. 3 topqir tafsirni boshdan olib oxiriga qadar o'qiy, ya'ni imtihon bera. Kimga? Sahabaga. Qur'onni eng biluvchi sahabalarning birisine imtihon bera. Hajjaj ibn Yusuf uni o'tira. Kela Hajjaj ibn Yusuf uni chaqirib olib ayta, "Men seni hozir o'tiram" deydi. "Men seni hozir o'tiram" deydi. Ayta Sa'id ibn Jubayr, "Tilasang ish narsa ishla" deydi. "Tilasang narsa ishla" deydi. Ya'ni men bu voqeani ayttiram, ya'ni sahabalarning qo'rqmovlari. Ayta kela Hajjaj ibn Yusuf ayta Sa'id ibn Jubayrga so'ylab oldi. "Nechik seni o'tirga" deydi. "Nindi o'lim bilan o'lasin kela." Sa'id ibn Jubayr ayta, "O'zing sayla" deydi. "O'zing sayla" deydi. Shundan so'ng Hajjaj ibn Yusuf ayta, "Ular oldindan narsa aytasin kela" deydi. "Ular oldindan narsa aytasin kela." Ayta Sa'id ibn Jubayr 2 rakat namoz o'qishga ruxsat etdi. 2 rakat namoz o'qishga ruxsat etdi, ham u 2 rakat namoz o'qiy, ham Hajjaj ibn Yusuf onda o'tira. Ham kela Sa'id ibn Jubayrni o'tagandan so'ng Hajjaj ibn Yusuf 15 kunda yashamay, 15 kundan so'ng o'zidan narsa vafot bo'ladi. O'zidan halak bo'ladi, vafot bo'ladi. Shunga ko'ra bizning hadisimizga qaytamiz. Hamindi Asma bint Abu Bakr ayta, hamindi shu qavmning, Saqif qavmining halak etishisi men uni sin deb o'ylayman deydi. Men uni sin deb o'ylayman deydi. Ham shunga ko'ra biz bugun turmushimizga zararlanganda shunday vaqtlarni esga tushirib kerak. Shu ummatning eng yaxshi kishilarin mingar kishilarni Hajjaj ibn Yusuf kunga mingar kishi o'tadigan bo'ladi. Bir kunga 1000 kishini o'tadigan bo'ladi. Shunga ko'ra zararlanmışa alhamdulillah bugün yashaymiz. Davlatlarimizda degan masjidlar ochiq, namozlar o'qiymiz. Bir kishi bir so'z aytmay, ilarimizda tinchlik, yingda ya'ni shulay diningni topasan, oramda diningni topasan, masjidga borib, turli masjidga yo'lda borganda masjidlar bor, kirib namozini o'qiysan, kirib Qur'on o'qiy olasan, bolalaringni masjidga olib kela olasan, Qur'on darslari bor, boshqa darslar bor. Shunga ko'ra alhamdulillah aytib, Allohga shukr etib yashara kerak. To'yib. Avval kazzab shoyiq bir hadisda keldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, ya'ni Saqif qavmidan kazzab chiqashadi, aldaqchi chiqashadi dedi. Wal kazzab al-mazkur fil hadisi huwa al-Mukhtar ibn Abi Ubayd as-Saqafi al-Muddaghi. Kim iskatcha biz buni oldik bir darsda. Qiyomat kuni g'alamatlar darsini oldik. Muxtar
Muxtar kim ol? İbn Abi Ubayd kim ol? Ha? O'zin payg'ambar deb aytuvchi lji-prorok, ya'ni aldaqchi payg'ambar, ya'ni o'zin payg'ambarga sanovchi kim? Bular endi aldaqchi. Aldaqchi. Va qad qatalakullohu ala yadi jaysh Mus'ab ibn Zubayr. Ham biz bilan shulay sizin bilan shulay qoldik. Kim o'tirani? Mus'ab ibn Zubayr o'sha aldaqchi payg'ambarni o'tira. Allohu a'lam.